Assalomu alaykum, Savdo olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva, qo'y, qo'chqor ishqibozlari. Bugun 16-aprel, haftaning payshanba kuni 2026-yil. Bugungi video syomkamiz o'zimizning xonadondan bo'ladi, kichkinagina mini fermachamizdan. Oxirgi video chiqarganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Qo'chqorlarimizni yem boqish tartibi haqida, qo'chqorlarimiz yangi partiya qo'chqorlarimiz keldi. Qanaqa qo'chqorlar keldi? Qanaqa ratsion asosida boqyapmiz? Nimalar beryapmiz? O'shalar haqida qisqacha qo'ldan kelgancha syomka qilishga harakat qilamiz. Oldingi chiqargan videolarimizda ko'pi sotildi, o'rniga boshqa keldi. So'liqlardan olib kelib qo'ydik. Bular ham sotiladi. Pastda raqam qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa o'zimiz boqmoqchimiz. Shular haqida qisqacha syomka qilamiz. Yangi obunachilar uchun qo'yxonamizga ozgina ta'rif berib ketamiz. Bu yerda oldin mol boqqanmiz. Ko'pchilik biladi, Bozor olami kanalidan ko'rib kuzatib borganlar bo'lsa, xabarlari bor. Bu yerda oldin novvos boqilgan. 15 tagacha novvos boqilgan. Hozir endi qo'yxona qilib o'rganmiz. 3x4 sxemada 3 ta katak qilganmiz. Yo'log'imiz gideti 1.20 mi shunaqa atrofida qolgan. 3x4 sxemada tagi stashga shu o'zining go'nglaridan, quruq go'nglaridan tashab qo'yganmiz. To'g'ri, pastga qarab namini tortmaydi. Juda shilta bo'lib ketganda go'nglarni almashtirib turamiz. Bir xilgi qo'ralardagidek endi hali tagi yer bo'ladi, sheben tashalib boshqa bo'lib tagi quruq turishi mumkin. Endi stashkaligini hisobiga juda pastga qarab tortib o'rmaydi. Ammo tez ham juda shilta bo'lib ketmaydi. Quruq boqilsa juda unaqa nima bo'lib, taglari shilta bo'lib nima bo'lib ketmaydi ekan. Endi juda shilta bo'lib ketganda 1,5 oy, 2 oyda bir tagini yangilayapmiz. Quruqlab turibmiz. Shu nima bo'lib ketgan, yomon bo'lib, balchiq bo'lib ketgan bo'lib ketadi deyish. O'shanisini sal-sal olib tashab turib, ustiga yana quruqdan yangilab qo'yamiz. Ertalabki yemini yeb olishdi qo'ylarimiz. Demak, ratsion yemlarini yeb olishdi. Bu omuqdamiz. Buni solib qo'yamiz, kechgacha yeb yotaveradi. Beda, somon, sho'lxa, pichan, o'shalarni hammasini drabilkada chiqarib, maydalab, ozgina namlab turib mishalkada aralashtiramiz va ustiga keyin kepak sepib yuboramiz. Shuni kechgacha yeb yotaveradi. Kechga payda yana yem berayotgan mahalda oxirlarini tozalab turib, yana o'sha yemidan solamizda, keyin yeb bo'lgandan keyin yana shuni to'ldirib solib qo'yamiz, yana ertalabgacha yeb yotaveradi. Bu yerda arashan qo'ylarimizdan bor, qo'zilaridan aksariyat. Hisori paroda, so'liqlarimiz ham arashan paroda. Arashan paroda so'liqlardan olib kelib qo'ydik. To'g'ri, toza, hali birinchi sort elita variantlardan bo'lmasa ham ikkinchi, uchinchi sort, lekin o'sha seleksiya qilgani bo'ladigan o'zimizga biz uchun bo'laveradi. Yaxshi so'liqlardan to'qli variant. Bo'g'oz deb berishdi, xudo xolasa. Qochib qolgandir, endi yelim qo'zg'ab qolgan. Yelim qo'zg'ab bez tashab qo'yganlarni iloji boricha terib olganmiz 10 dona. Bu tomonda o'sha oldin videolarimizda chiqargan qo'chqorlarimizdan ham bor. Boshqa yana yangi kelganlaridan bor. Yarmi tish buzdi, yarmi tish buzgan yo'q. Bularni ham hozir tashqariga olib chiqib bitta-bitta ko'rsatamiz. Yem ratsionimizni akamizning kanallarida ham ko'rsatishdi akamiz. Qanaqa yem berilyapti, ratsionni tashab bering deb ko'pchilik so'rashdi. O'sha ratsion haqida bitta hozir ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana shu ratsion yemimiz. Shu tariqa tayyor qilib qo'yamiz. Mana tayyorlab qo'yganmiz. Buni tarkibida makka bor, kunjara bor, arpa bor, semichka shirot bor, semichka kunjara, raps kunjara bor, tuz qo'shilgan, tirik kalsiy qo'shilgan, soda qo'shilgan, o'zining mellari qo'shilgan. Shu narsalar. Keyin yana
o'zini shu vitamini bor, o'shalarni ham qo'shib, hammasini qo'shib, omoqda qilib shu yerga tayyorlab qo'yganmiz. Tayyor mahsulot. Mahsulot hammasi. Bular hammasi o'sha makka, arpa, o'sha semichka shrotam granula shaklida o'shalarni ham hammasini drabilkada chiqarib, shu yerga aralashtirib, tayyorlab qo'yib qo'yamiz. Har bitta qo'yimizga bundan bir mahaliga shu kattalar, tish buzganlarga, kattalarga 850-900 gram atrofida berilyapti. Endi 1 kilogacha 850-900 gram atrofida berilyapti. Kichkinalariga, tish buzmagan variantlariga 700-750 gram, yoshlariga 600 gramdan berishni boshlaganmiz. Sekin-sekin endi ko'paytiramiz. Ratsionimiz shu. Shuni hammasini shu nimalarimizni mana shu nolon drabilkalarida, mana shu drabilkalarda donlarni maydalaymiz. Yaxshi drabilka ekan. Nolon drabilkalari. Mana shunday 3 xil, 4 xil nasatkasi bor. Bir qop makkani, 50 kilogram makkani o'zim chiqaryapman. 10 daqiqaga qolmasdan mana shu holatdagi mana makkalar ko'payib ko'rinib turibdi. 10 daqiqaga qolmasdan bir qopni chiqarib yuboryapti. Arpani ham shu. Agar setkasini sal agar mana kattaroq setkada qolsangiz 10 daqiqaga ham bormaydi. Shovullagancha bir pasda chiqarib tashaveradi. Maydaroq qo'ysangiz sal nima un qilib yo tolqon shaklida keltiraman desangiz, jinday bir 15 daqiqa vaqt ketadi, lekin bir pasda chiqarib yuborar ekan tegirmon. Asosiy quruq donlar uchun ekan. Zo'r narsa ekan. Mishalkalari bor, nolon mishalkalari. Shunda aralashtiramiz. Hozir mana kechki nimaga shunda to'ldirib aralashtirib qo'ysak, 2 mahaliga bemalol yetyapti. Hamma narsani shu maydalangan o'tni shunday solasiz. Ustidan ozgina suvni quyib, bir 2 daqiqa tursangiz, tayyor mahsulot qilib beradi. Ancha ishingizni yengil qilar ekan. Kimga kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasiz. Hamma yo'qlarni bezapasini qilib, mustahkam qilib, mana har qanday joyga olib boraverasiz. Tormozlari qilib qo'yilgan g'ildiraklar yengil, 2 kishi bemalol sudrab ketaverasiz. Mana shu drabilkalar bor. Ko'pchilik obunachilar shu qanday o'zgaryapti, natijasini ko'raylik deb nima qilishadi? Mana taroz olib kelib qo'ydik. Akamiz o'sha buni natijalarini ko'rib, ratsionda boqayotgan natijalarni ko'rib nima qilib turamiz? Taroz olib kelib qo'ydi. Mana shu yangi keldi mana shu tarozi. Hozir shu tarozida qo'ylarimizni hammasini emas, endi qo'ldan kelgancha bitta ikkitasini tortib ko'rsatib beramiz qanday o'zgaryapti. Kimga mana shunaqa tarozilar kerak bo'lsa, shu raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring, yasab berishaveradi. O'zimizga bitta olib kelib berishdi mana yasab. Xo'p, obunachilar bo'lmasa, shu qo'ldan kelgancha hozir olib chiqib, tashqariga olib chiqib, sekin-sekin 6 ta 7 tadan qilib olib chiqib, tashqariga olib chiqib bir ko'rsatib beramiz. Xo'p, obunachilar, nolon drabilkalarda mana shunday futbolkalarni berishdi. Shu askarlarimiz, ikkita o'g'limiz qaraydi mana. Shularga rahmat. Biz ratsionlarni, yemlarni tayyor qilib beramiz. Mana shu ikkita o'g'limiz qarashadi mana. Bir xilda qilib drabilkalar tomonidan osilari mana shunday kepka va futbolkalarni ham podarka qilishadi. Hozir bir qo'ylarimizni qo'ldan kelgancha chiqarib yoritib beramiz. Xo'p, mana qo'ylarimizni chiqarib oldik. Bular yangi kelgan. Ko'pi yangi, bu ko'klar bor edi, qolgan hammasi yangi kelgan. Mana shu qoramiz ham Arashan Poroda. Ko'pchilik Arashan emas deyishi mumkin, lekin Arashan Poroda quloqlari 20. Bu ko'klarimiz ham zo'r o'zgardi. Kelganda o'sha 70 kilo yoki bo'lmasa 70 kilodan nariyadi 75 kilo atrofida edi. Yaxshi qo'shdi. Qolganlar ular qo'zi variantlari mana. To'g'ri, endi hali birinchi sortlari bo'lmasligi mumkin. Internetlarda ko'rib, quloqlari shalpayayotgan boshqa bu har qanaqa nimalarni ko'rish mumkin, lekin o'zimizga boshlashga bo'laveradi naslga. Ikkita kattasi bor, kattarog'i. Bular hammasi qo'zi. Hozir bitta ikkitasini chiqaramiz. Mana shu ko'klardan taroziga chiqarib ko'ramiz. Shu internetlarda shu qorasini ko'proq so'rashardi. Nima deydi? Chupordi. Chupor dakan xo'roz deyishadi-yu, shunga o'xshaganlardan.
Hozir o'shanisini bir taroziga chiqarib ko'ramiz. Qani o'shalarchi askarlar. Oh, mana tashqariga chiqarib oldik. Xo'p. 86 kilogram. 86. 86 da to'xtadi. 86 kilogram chiqdi. Hali qo'zi. Bo'ylari mana shu yerdan turib o'zi akalar 90 ga yaqin bo'ylari. Eng past yeri ham mana. To'g'ri qila oladigan bo'lsak 90 ga yaqin kelyapti. U yelkasidan kelsa bemalol 90 chiqaveradi. Hali qo'zi, hali bir tish buzmaydi. Zo'r keldi mana 86. 86 kilogram zo'r. Chur. 86 kilogram bo'ldi mana. Hali qo'zi. Xudo xolasa ular 150 kiloga boradi-yu. Xo'p, endi mana shu nimasi, mashinani bitta chiqaraylik-chi shu arashalardan. O'sha tushani. Shu qo'zilardan. Oching. Ishing. Yosh qo'zilarimiz, bular bizga yaqinda keldi. Bir 20 kun bo'ldi. 20 kundan beri o'zimizda boquvda. 64 kilogram. 64 kilogram keldi mana. Bo'ylari buniki akalar mana 80 dan baland mana. 80 dan baland. Ko'pi. Tushir. 64 kilogram. Xudo xolasa kuzatishda davom etib turasizlar. Yana bir oydan keyin bularni yana bir taroziga chiqarib ko'ramiz. Ishqibozlarga sotiladi. Narxlarini kelishgan narxda pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Narxini aytmabsiz deyishlari mumkin. Endi narxlari kelishgan narxda, hozir narxini aytadigan bo'lsak, otangning narxini qo'yib olsa, enang narxini qo'yib olsan deyishlari mumkin. Kelishgan narxda bozorlarda ko'ryapmiz. Bozorlarga chiqib turibman, mana bozorlarda ko'ryapmiz. Yaxshi zotlar qo'chqor bo'lib ishlangani bo'lsa ham olib chiqsa, yaxshi narx aytishyapti. Qo'ldan kelgancha. Endi ko'pchilik brekitasiga chiqarmay qo'ying deydi. Brektasini kelib chiqaryapmiz. Narxlarni aytib ketyapmiz zot yo'nalishida. Mana shunisi ham qo'yaylikchi. Mana shu ham yangi keldi, hali qo'zi. Qo'zi. Shunisi ham bir chiqaraylik chiqaring. Sekin, ehtiyot qo'yinglar. Ehtiyot qo'y. Qo'yver. Haydash mana. Voy jonim. 80 da ag'lag'ida chiqarmikan? O maşallah. 91 kilogram. 90-91 kilogram kelyapti mana. Qimillaydi. 91-92 bu o'ynayapti. Chiqar. Yine bu arashalar yine qo'rqak bo'ladi. Chiqaraver. Kimga kerak bo'lsa, ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyalarimizni chiqaramiz. Xo'p, mana katta qo'chqonlarni chiqarib oldik. Burada oldi, qoralarni oldi, 2 tish bo'lyapti. Ko'pi endi 2 tishga chiqyapti. Endi 2 tish bo'lgani ham bor. 4 tishga chiqqan yo'q. Mana shu yerda bitta sariq arashanimiz bor. Mana shunimiz 4 tish bo'lyapti. Qolgan hammasi 2 tish. Tish buzishga kelib qolgan oldi. Endi buzmagan varianti ham bor. Bittamikan, ikkitamikan shunaqa. Ularni ham tortib ko'rsatamiz. O'sha kelganda 75-80 kilo atrofida edi. 80 ga bormasa, aksariyat shu aytib o'tardik. 70-75 kilo atrofidagi qo'chqorlar lozim. Bo'ylari eng kichkinasiki mana shu. Eng kichkinasining bo'yi ham 85 dan baland, yo 85. Olib kelchi. Tarozi deymanda. Metrda olib kel. Ber. O'shani ko'zimizga mana shu eng kichkina. Krasavchik deb laqab qo'yib qo'yganmiz. O'zi ham juda chiroyli. Turishlarini qarang. Chiroyli. Tishini ko'rsatgin bitta. 2 tish. Ikkitani endi yoryapti mana. Xudo xolasa, qani, ko'p turchi. Nakalar. 88 cm, 89. Shunaqa atrofida. Qo'yib yubor. Eng kichkinasi shu. Hozir bu bitta ikkitasini taroziga qo'yib ko'ramiz. Mana shu kashtanimiz ham kelganda juda kichkina edi.
O'sha bir 70 kilo atrofida bor edi. Bu ham qo'zi, mana bu ham. O'shani chiqaringlar taroziga ushab. Mana shu kashtanni. Tishini ko'rsatinglarchi birinchi tishini. Qani? Ehtiyot qil, ehtiyot qil. Endi mana tishlarni orasini tushirib ochib qoldi. Endi ikki tishga chiqyapti, qani? Eng kelganda mana shu kashtanimiz ham juda kichkina edi. Qo'yib yubor menga. Bor, orqasidan haydashkin. Yo'q turib, bo'ldi. Qimillamay turchi jonivor. 93 kilogramm. Zo'r ves qo'shdi mana shu ham, bor. Zo'r o'zgardi. Turishlarni qarang. Haqiqiy simjum variantida. Bo'ldi, chiqar. Buni ham bo'ylari o'sha 85 dan baland akalar. Zo'r ves qo'shdi jonivor. Ko'rgan odam buni o'sha 85 yoki bo'lsa 82, 83 o'shanaqa ko'rishadi. Masalan, men o'zim hali ko'z bilan bir taxmin qilasiz. Shunaqa. Bozorlarda taxmin qilib taroziga qo'yishadi. Shular to'g'ri keladi. Shundan qaranglar mana. Haqiqiy simjum varianti mana. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Xo'p. Mana shu arashanimizni chiqaringchi taroziga. Keyin mana shu arashanimiz ham juda arriq variantida. Qani, bu ham zo'r o'zgardi jonivor. Arashanlar jinday xurkakroq bo'lar ekan. Ikkinchi jonivor yopibdir. Yopibdir. Qani, qo'rqma, qo'rqma, qo'rqma. 105 kilogramm. 4 tishimiz. 105 ga endi o'ziga olishda boshlab dumbalari yo'q edi. Dumbasi yo'q, dumbasi kichkina, kalla katta edi. Endi bu chiroyli holatga kelib qoldi. Bo'ylari o'sha 95 dan baland uning bo'ylari. 95 dan baland 4 tish. Chiqaraver. Quloqlari ham shu 19 atrofida. Razrez hamma yo'g'i kelishgan bu jonivorda ham. Xo'p, bu yerda aksariyat shunaqa. Xo'p, bu yerda yana bitta tish buzmagani bor edi. Ana shuni chiqaringlarchi, mana shu dumbasi katta mana shu qora kashdan chiqaringlarchi. Bitta ko'raylikchi. Mana shu ham ko'zimizga jinday kichkina dey. Xo'p, mana chiqarib oldik. Bir balo qilib eplab. Xo'p. 101 kilogramm ekanda, 101, 102 bo'lib o'ynayapti. 102 da to'xtadi. Zo'r qo'shibdi bu yer. Bu yerda hammasi eng kichkinasi ham o'sha 90 kiloning ustida. 90 kiloning ustida. Bag'i mana kichkinalarni tortyapmiz. 100 kilogramm oshib kelyapti. Xo'p, yana bitta tish buzmagan varianti bor edi. Chiqaringlar, shuni chiqaraylikchi, bitta tish buzmagan variantini ko'raylik. Xo'p, buldozer laqabli qo'chqorimiz chiqyapti. Sekin, ehtiyot bo'l. Chiqarib tashlab unisini. Endi o'zimiz qo'yib qo'yganmiz buni. Kelganda o'ta baquvvat. Hali tish buzgan yo'q bu, ha? Shu bo'ylari ham akalar 90 dan baland. 104 kilogramm kelyapti mana. Mana shu ham zo'r qo'shdi. O'shaga bitta tishini ko'raylik shuni. Tish buzgan o menimcha. Ikki tish bo'lgan. Biz ham endi anchadan beri ko'rganim yo'q. Tish buzgan yo'q deyapti. Ushab turibdi. Qani. Qancha ko'rsatishini. Mana endi buzib qoldi. Ikki tish bo'ldi. 104 kilogramm zo'r. Qo'yib yuboraver. Mana shu tarzda ratsionda boqyapmiz. Qo'chqonlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Hammaga shunday qo'chqonlar boqish nasib qilsin. Eng kamida 50 tadan boqish nasib qilsin. Har bir xonadonda. Bo'ldi, endi olib kiraveramiz, keyingilarini, so'liqlarimizni chiqaramiz. Kiraveringlar jonivorlar. Kimlardir endi naslga bo'lmaydi, dumbasi unaqa, eti bunaqa deyishlari mumkin, lekin biz uchun bo'laveradi. Endi sotilyapti, xudo xolasa. Bag'i o'sha Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzaxga sotdik. Chirchiqqa ham sotdik. O'zimizning vodiyda Andijon tomonlarga, Yozyovonlarga sotdik. Sotgan joylar
misol uchun aytadigan bo'lsak, shu tomonlarga sotdik. Xudo xolasa baraka topishdi. Endi mana shu yerda yosh to'qli oldi endi 2 kishi bo'layotgan so'liqlarni chiqarib ko'rsatamiz. Mana akalar so'liqlarimiz. Bo'ylari o'sha 80, standart 80 mana yelin qo'zg'ab qo'ygan. Qoni toza arashan, lekin o'sha liniyali emas yoki bo'lmasa mana bir ikkita rangi qoralar ko'rib bu o'zimizni qo'ydani deyish mumkin. To'g'ri, bu promo Qirg'izistondan olib kelganimiz yo'q. Shu yerda seleksiya bilan shug'ullanayotgan akalardan oldik. Ehtiyoji uchun Qirg'izistondan o'zi Bishkekdan olib kelgan ekan. Bishkekda o'sha ena qonida kelib shu yerda tug'ilgan. Mana hozir mana uka ko'rdi bular. Enalarini, ukalarini ko'rdik, qo'chqonlarni ko'rdik. $3000 qo'chqonlardan qo'shib qo'ygan ekan. Shulardan xudo xolasa qochgan dedi, lekin garantiya bermaymiz. 12 dona edi, 2 donasini sotdik. 2 donasi kelishi bilan bu kelganiga bir 2 kunmi, 3 kunmi bo'ldi bizga kelganiga. Sotdik bularni, 10 dona qoldi. Sotiladi ishqivoziga faqat. Ishqivoziga bo'lmasa o'zimiz yana dashi boqib, tug'dirib nima deydi, sekin-sekin shu seleksiya qilmoqchimiz. Ishqivozlari bo'lsa, nomer qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bitta qo'zimiz ham bor. Ajratib ushagim o'shandan anaqa mana. Shu yerda tug'ilgan Arashan Paroda qo'zi. Uni akamni o'zi yaqin bir 150 ta qo'zini ichidan tanlab olibdi. Quloqlarini qarang. Quloqlari ham jo'n nima. Og'zida ozgina nima aytadi, og'zi chekasida yara borga o'xshaydi. Hali nimadan spreydan sepib qo'ydik. Ehtiyot shart. Mana qo'zimiz. 4,5 oy, 5 oylik atrofida. 4,5 oy, 5 oy ishqivozlariga bo'lsa sotamiz, bo'lmasa o'zimizda turaveradi bu. O'zimizni shu darshi boqib, kelajakda qanaqa qo'chqor bo'lar ekan degan maqsadda ishqivoz bo'lar ekan, unga sotish niyati yo'q dedi. Turaversin dedi. Lekin ishqivoziga bo'lsa sotamiz. Shu mana so'liqlarimiz ham mana hammasi oldi yelin qo'zg'ab qo'yganman. Liniyali arashan bas, lekin liniyalilar o'ta qimmat. Akalar, liniyalilar o'zi hamma internetda ko'rib bilib yuribdi. Palonchi nimani qizi yoki bo'lmasa pistonchi nimani nevarasi bo'ladigan bo'lsa, ular juda qimmat. Shuncha qo'ydi puliga bir dona o'sha mashina qo'zisini olishingiz ham mumkin. Shuncha qo'ydi puliga. O'sha liniyalilarni balki bermasligi ham mumkin, o'ta toza qilib bo'ladigan bo'lsa. Qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Ishqivozlarga bo'lsa sotamiz, bo'lmasa o'zimizda turaveradi, o'zimiz dashi boqib qo'y qilmoqchimiz. Mana bu quloqlari ham hammasini o'ziga yarashgan mana. Juda endi 20 dan oshiq bo'lmasa ham 18, 19 o'sha atrofida, 17 dan baland. Bo'ylari endi 80 dan balandlari ham bor, 80 dan bitta pastlari ham bor. Kelishgan narxda qilib beramiz. Shu obunachilar, shuning bilan syomkalarimiz yakunlandi. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib, podpisa qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hammaga shunaqa qo'ylar boqish nasib qilsin. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.